bir xili bor, voy yaqinlashma, voy uzoqroq tur. Xuddi bir yuqib qoladigandek. U yuqmaydi, yuqumli emas, undan qo'rqish kerak emas. Unga biz katta odamlar to'g'ri reaksiya qilishni bolaga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni o'zidan ojizligi yordam berishi. Albatta. Mana shunaqa markazda o'rganadi-da. Ota-ona ham o'rganadi avvalambor. Nimagaki bolaga to'g'ri tushuntiradi. U shunaqa, lekin u ham sendagi inson, sendagi bolajon. Unga ham chiroyli muomala qilish kerak. Undan qo'rqib qochish kerak emas. Senga qo'lini cho'zsa o'ynash kerak, salomlashish kerak. Misol uchun bizada mana qo'shnimiz bor, Down sindromli bolajon. Bir xil bola unga yaqin ham kelishmaydi. Meni bolalarim bemalol borib ko'rishadi, o'ynatishadi, boshqa bolalardagi bolaligini tan olib muomala qilishadi. Lekin xuddi shunaqa boshqa bolalar ham bor, qo'shnilarimiz va farzandlari uzoqroq turadi, yaqinlashmaydi. Voy, bunaqa ekan, bunaqa ekan. Meni bolalarim unaqa. Ya'ni har taraflama bolani har xil jarayondan filtr qilish emas, aynan muhitga tayyorlashimiz kerak. Va o'sadi bola. Shaxs sifatida o'sadi deb o'ylayman.